Tiniq holatda, chotki holatda motor, ходовой, korobka ishi yo'q. 2012-yil ofitsialniy rastamoshka bo'lgan mashina kelib qoldi. Egasini ko'rsalar tanisizlar. Xo'p, 2012-yil mokri asfalt 230 ming yurgan 4 yumshoq baloni, hozir egasini ko'rsatib ketaman. 4 yumshoq baloni, motor, ходовой, korobka ishi yo'q. Xo'p, chexol, polik, kovrik, motor, ходовой, korobka umuman ishi yo'q. Bonusi ham bor ekan, qarang. Egasini ofitsialniy naqasi tushib qoldi. Holati yaxshi mashinani, salonlarga tiniq turibdi ekan mashinani. Buni qarang. MX ekan, lekin tiniq holatda turibdi ekan. Kuzovlari, salon holati, bir shillim netgan joyi yo'q, tiniq ekan. Motor, ходовой, korobka umuman ishi yo'q aka deyapti. Tiniq holatda oladi minadi deyapti. Xo'p, 2012-yil 230 ming yurgan, kraskasi abada bor. 4 teshik shumka bo'lgan ekan. 4 teshik. Torpedalarni shumka qilib qo'yibdi egalari. Akamiz o'zlari aytadi. Xo'p, 3 tali motori, rul gidravlika, ikkinchi paketini gazi. Motor ходовой aytganimdek, ishi yo'q, bir qo'l tiniq holatda mingan. Generalni o'z beraman deyapti. Narxi $3300, 2012-yil. Abadi kraskasi bas, jit bas. 230 ming yurgan tiniq holatda generalni o'z beradi. Like bosib obuna bo'lamiz.